Akalar, do'stlar, sizga kimdir fitna qilgani arazlamang. Salomaligingizni qiling, yordamingiz bo'lsa yordamingizni davom ettiravering, munosabatingizni davom ettiravering. Sizga aynan aniq ma'lumotlar asosida sizni ketingizdan fitna qilgan odamni kimligini bilsangiz ham yaxshiligingizni, salomingizni, munosabatingizni davom ettiravering. Dinimiz bunga buyurmaydi. Yuz o'girib ketishga buyurmaydi. Bunaqa bo'lsa atrofimizda odam qoladimi? Yoningizda yurib sizga fitna qiladigan, sizni g'iybat qiladigan odamlar bor. Davrangizda siz bilan kulishib o'tiradi. Siz bilan yonma-yon o'tiradi. Lekin sizdan nari borib sizni boshqalarga yomonlaydigan, fitna qiladigan bunaqa odamlar bor. Dunyo shular bilan qiziq azizlar. Hamma narsa joyida bo'lsa, biz qanday qilib